Assalamu alaykum, qadrlik tele tomoshabinlar. Sovet Qozog'istonda san'atga mehr bag'ilgan oilalar az emas. Faqat shundaq san'atchilar oilasining bir misoli Akbarovlar oilasini keltirishga bo'ldi. Uyg'ur teatrining asosini qurganlarning biri, Qozog'iston SSRga xizmat ko'rsatgan artist Asqarjon aka Akbarov o'z o'g'il qizlarining san'atchi bo'lishini armon qilgan edi. Shunlashqimi o'z o'g'illarini, qizlarini teatrga pat-patla yetlab apratdi. Qozog'iston SSRga xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Ikrom Masimov bu oila to'g'riliq mundaq deydi. Ben yüzden köp yıllardan beri tiyatroda işlevatmen. Şu yıllarda üzerinin bir sezginin Respublikalik Uyghur tiyatroda aile ve artistaya köp. Cümleden Qozog'iston xizmat ko'rsatgan artist marhum Asqarjon akam Akbarovning oilasi to'g'riliq gap qilgim keldi. Asqarjon akam o'zi o'sha teatr qurilganidan beri teatrda xizmat qilib, butun hayotini san'atga bag'ishlagan ustozlarimizning biri. Asqarjon akamning ustozligida teatrda nurg'unlagan yosh ustozlar, artistlar o'sib yetilib chiqdi. Cümleden mana men o'zim Asqarjon akamni o'zimning ustozi deb bilaman. Asqarjon akam o'zi san'atni yaxshi so'ygashga, san'atga barliq jon-jigarni, muhabbatni bergashga o'zining bolalarini san'atga qilib tarbiyalab o'stirib chiqdi. Asqarjon akamningki 7 bolasi san'at sohasida ishlaydi. Asqarjon akamning oilasi bizning nurg'unlagan san'at severmenlerinin, tomoshabinlarninki eng hurmatlab ko'radigan, so'yadigan ailening biri. Shundan tomoshabinlarning shu hurmatini bundan keyin Asqarjon akamning ailasi cho'ng ijod utuqlari bilan qarshi oladi. Shuningdan bo'z kerak, cho'ng qizi Zinat Akbarova 7 yoshida respublikalik olimpiadaga qatnashib, birinchi mukofotga sazovor bo'ldi. Bu 1942-yil edi. Olimpiadaga qatnashgan yosh qiz Zinat Akbarova o'zbekcha naqshini cho'ng mahorat bilan o'rinlab, tomoshabinlarni hayron qoldirdi. Mana shuningdan buyon san'atga muhabbat bag'lagan Zinat Akbarova 30 yildan beri Uyg'ur teatrida unumlik emgak qilib kelyotdi. U Qozog'iston SSRga xizmat ko'rsatgan artistka. Zinat ada, siz o'zingizning san'atdagi ijodiyatingiz to'g'riliq aytib bersangiz. Hozir o'zingiz ta'kidlagandek 30 yil bo'ldi mening teatrga qadam qo'yganimga. Shu yillar mobaynida nurg'unlagan yaxshiliklar o'tdi mening umrimda. O'zim armon qilgan yaxshi spektakllarda bosh qahramon Uyg'ur qizlariningki qiyofatini sahnalashtirib, tomoshabinlarimning oldida o'zimning hunarini ko'rsatdim. Bo'libmi Anarxon, Sanam, Nurxon, Rus klassiklariniki arasida Malinovka to'yidagi Yarinka, Pagodinning spektakllarida, Gorkiyning spektakllarida men o'zimga xos berilgan rollarni atqilib chiqdim. 30 yilning ichida nurg'unlagan yezlarda bo'ldim, nurg'unlagan shaharlarda bo'ldim.
Özümningki san'atga bo'lgan ishqimni ko'plagan tomoshabinlarga sazolar qildim. Hozirmi shu teatrimda o'zimning bir kishilik rolini atqilib kelyapman. Bu yillarning ichida 80 dan oshiq obrazlar yaratibdi. Onun içinde nurg'unlagan spektakllarda yaxshi bir rollar oynangan bo'lsa, balkim utuqliqmi bo'lgandi. San'atkorda har turli paytlar bo'ldi. Hozir yangi spektakllarda bosh rollarni o'ynab kelyapman. Sizning ini singillaringizning san'atchi bo'lishga dadingiz Asqarjon aka. Apingiz Hilmamada albatta o'zining ta'sirini yetkazgandir. Albatta. Dadam bir cho'ng muzikant bo'lg'ashqa, sazanda deydi bizda. Bizning uyda doim saz yangrab turadi, naqshi yangrab turadi. Apam naqshi aytishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun bolalarimi oqshimlari bir o'zimizningki hammamiz yig'ilgan vaqtlarda naqsh sazlarni aytib, birga qo'shilib aytatdik. Şunlaşkımkin balla kiçikdin kulakka sığışıp tuguluşu bilaldi degidekler kulakka sığışıp şunun için at kesbini qoğlap degendek muşu günde hemmisi ali bilimlik sanatkarlar bulup her biri öz sahasını işlep keladi. Sizge köp rahmet. Uyghur teatrının nava ansambli sazandilari bilan Akbarovlar ailesi a'zolarining jo'r qilishida Zeynat Asqarjon Akbarov ijod qilgan Qadirim naqshisini o'rinlab berdi.
ailede 8 kişi sanatçı buluş, bu çok hoşallık elbette. Aile əzalarının her birisini təkitlep ötsek, Selimem Akbarova Almuta Xoreografiya училищесini bitirip, andın Moskvadaki Devlet Sanat Teatr İnstitutu'nun baletmeister bölümünü tamamladı. O uzun yıllardan beri Uyghur teatrının baletmeister bolup işlevatıdı. O sahneleştiren her xil millet usulları, teatrının usulçu kızları Gülnar Saidova, Roza İbragimova, Saadet Supiyevala maharetlik bilen ornat kemekte. Ula Selimem sahneleştiren usullarını, teatr usulları bizning tamashabinimizga köstüp çoğun alqışqa ega bolgan bolsa, endi ular gastrolga borgan safarda bu usullarni Hindiston, Afg'oniston, Pokiston san'at muxlislarga namoyish qildi. Selim aka, siz san'atga qanday kelganingiz to'g'risida bir ishga so'zlab bersangiz. O'qishni Moskvada bitirib, Uyg'ur teatrida 15 yil ishlayapman. Teatrda spektakl va konsertlarga usullarni qo'yyapman. Anarxon, herib va sanam va boshqalarga. Men qo'ygan usullar bilan teatrning usulchi qizlarimiz chet ellarga berib kelgan. U Vengriya, Chexoslovakiya, Afg'oniston, Pokiston berib va boshqalarni universitetlarga. Hozir balet kechini tayyorlayapmiz. Rahmat.
Qazaqstan SSR'ga xizmat ko'rsatgan artist To'xtaxun Baxtibayev mushu ayilni yaxshi biladigan kishilarning birisi. To'xtaxun aka, so'z sizga. Men Asqarjankam ailesini 1946 yıldan beri yaxshi bilaman. Asqarjankam öz balalarını sanatçı bo'lishga intildi. Oqibati mana balalarning hammasi sanatkor bo'lib chiqdi. Masalan, Zeynat konservatoriyani tugatib teatrimizga keldi. Kelişinin sebebi Asqarjan akam Zeynat kızını pat teatrga yetlep gelip usullarını ügünüp teatr kitaplarını görüp mana şunun akıbeti Zeynat kız teatrga aktör bulup geldi. Aktörlü emez, koreografiyani tüketip usulçu bulup geldi. Yani Zeynat kız bilen men işlevatkanımga mana 30 yıl oldu. 30 yıl işide Zeynat kız bilen Orus usulları, Kazak usulları, Özbek usulları, Tatarçı usulla ve Uygur klasiklik usullarını birlikte oynadık. Yalnız Almatı'da emez, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan şehirleri de, yezileri de birlikte oynadık. Zeynat kız bilen 30 yıl içinde nurgun kitaplarda birlikte oynadık. Sovet klasikisi 3. patetiklik kıssada men Fyodor'unu oynagan bolsam, Zeynat Irina'nı oynadı. Özbek klasiklerden Nurhan, Maysara'nın işi, Azerbaycan klasikiden Arşın Malalan, Orus klasiklerden Malinovka'daki Toy ve Uygur klasiklerden Gerip Senem, Anarhan kitaplarda birlikte oynadık. Asqarjankamның keyinki ballarımı hiç kimden kam emas. Alaylı bir kızı baletmeister, bir kızı rejissör, bir oğlu konservatoriyada çoğun muaylim, bir kızı usulçı, Kağırı sazende, mana ballarının utukları. Bu mu bolsa Asqarjankamның çoğun utuğu. Menin Asqarjankamның ailige tilaydiğinim çoğun utuqlağa, icadi utuqlağa yetişini tilayman. Bu aile əzalarının içinde naqşçı, usulçular bilen bile muzikantlarımı var. Mesela Telman, Enver skripkada oynasa, Nurbibi fortepianoda oynaydı. Telman bolsa Almutu konservatoriyasının aspiranturasını tügütüp, hazır Dövlet Simfoniya orkestrida konsertmeister bulup işlevatıdı. O hazır Bolgariyada gastrolda boğaşqa, bu köstüşümüzge katnışamıdı.
Айылы әзаларының бірі Нұрбүе Акбарова Алматы консерваториясының ақырғы курсыда оқыватыды. О Алматы қызла педагогикалық институтыда музыкадан дәріс берді. Қазір Нұрбүенің орнышыда композитор Құдыс Ғожамияровның ноктюрны тыңшап көрәйлі. Мәрхәмәт Нұрбүе. Sənətçilər ailəsinin yeni bir əzası Xalbüe Akbarova Təşkentdəki Ostrovskiy namidagi teatr institutining rejissyorluq fakultetini tugatgan. Xalbüe hozir Samarqand oblastlik teatrida rejissyor bo'lib ishlayotdi. U bir necha sahna asarlarini sahnalashtirdi. Oila a'zolarining eng kichigi Alimjon Akbarov. U Алматы energetika institutida o'qib yurgan chaqlarda mushu bilim yurtida Ulan estrada ansamblini tashkil qiluvchilarning biri bo'ldi. U ansamblda naqshchi sifatida tonildi. U hozir injener energetik bo'lib ishlayotdi. Sənətə çoğ zoq bağlığan, mehr bağlığan ailə əzalarının biri Adalat Akbarova Алматы xoreografiya училищесini tamamlab, Uyğur teatrida ishlab kelyapti. Adalat Akbarova teatrdagi talantli usulchilarning biri. U Uyğur xalq usullari bilan birga o'zbekcha, turkmancha, qozoqcha, tatarcha, ruscha usullarni qiyamiga yetkazib o'rinlaydi. U har doim izlanadi, yangilikqa talpinadi. Adalatning o'rnishida muni bir usulni tomosha qilib ko'raylik.
Aile əzalarının içində Ənvərni alahidi təkidləb ötüşkə ərziydi. Ənvərnin icadiyeti haqqında biz hazır öz ağızdan anlap görəyli. Mərhəmət, Ənvər. Mən 7 yaşımdan skripka çalışını öğrendim. Andın onun için sınıfını bitirip Almuta konservatoriyaga оқышқа түштім. Кейін Москвадaki konservatoriyani, aspiraturani bitirib, hozir Almutning davlat konservatoriyaga cho'ng o'qishchi bo'lib ishlayman. Ənvər Əkbərov xeyli yıllardan beri Qurmanqazı namidagi Almuta Davlat konservatoriyasida skripka klassi bo'yicha dars berdi. Mushu yillar mobaynida u nurg'unlagan skripkachilarni tayyorlab chiqadi. Ənvər o'zi mahir skripkachi. O'rta Osiyo va Qozog'iston respublikalari skripkachlari konkursining laureati. Endi Ənvər Əkbərovning o'rinishida kompozitor Baxning skripkaga yozilgan asarini tinglab ko'raylik.
Aile inaqlığı, ularning bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati, qadrdanligi, ko'yimchanligi eng asosiy narsa. Mana shu yaxshi xislatlar Akbarovlar oilasida mujassamlashgan. Bu oilaning hammasi o'z oldiga turmush qurayotgan bo'lsa-mu, ular pat-pat bosh qo'shib, o'zlarining xo'shalliklarini bir-birsiga izhor qilishidi. Hojat bo'lgan masalalar ustida fikr ilishidi. Endi oila cho'ngi zinatadan bo'lg'ashqa, inlari bilan singillari doim mushu uyga yig'ilib bosh qo'shidi. Qiziq suhbatdan keyin san'atchilar sulolasi yaxshi kayfiyatda dam ilishnimi biladi. Anvar dabda, Adalat ravabda, Nurbibi duttada o'ynasa, qolganlari ularga qo'shilib naqsh etidi. Yaxshining yaxshiligini et degan. Bu san'atchilar isning yaxshi an'analari hammaga ulga albatta. Tarix sahifalarini varaqdigan seri, bu ayilning qanchalik san'at yo'lini besib o'tganligi ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Mana, mening qo'limda bir necha yilqi gazetlar, Mono Qozog'iston ayilderi jurnalining 1971-yilqi 1-yanvar soni. Uningda Akbarovlar oilasi to'g'risida fotoreportaj berilgan. Gezladimi mushu san'atchi oila haqida nurg'unlagan suratlar, maqolalar yo'riq ko'rgan. Atiga qarab o'g'il, aniga qarab qiz o'sidi degan emasmi? Atanisi san'atchi bo'lg'ashqa, ballarmi shularning izini bosgan. Qadrlik teletomoshabinlar, san'atchilar sulolasi nomli ko'rsatishimiz oyoqlashib kelyapti. Uyg'ur san'atini rivojlantirishga munosib hissa qo'shayotgan Akbarovlar oilasiga san'at beg'ini gulitishda buningdan keyinmi cho'ng muvaffaqiyatlarga yetishiga bizmi tilakdosh. Xalq naqshisi yo keltudi meni, usulda Adalat Akbarova.